160 manzildan 14-si Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumani bo'ladi. Hozirgi kunda maydoni 510 kvadrat kilometr yoki Yevropadagi mashhur poytaxt shaharlar Varshava va Budapesht hududlari bilan deyarli bir xil. Aholisi 150 ming kishi atrofida, tuman markazi Qorasuv shaharchasigacha Toshkentdan 20-25 daqiqalik yo'l. O'rta Chirchiqqa 1926-yilda asos solingan va bu yili O'zbekistondagi boshqa ko'plab tumanlar qatori tashkil topganning 100 yilligini nishonlayapti. Bundan 100 yil oldin Chirchiq daryosi bo'ylab 3 ta tuman, Yuqori, O'rta va Quyi Chirchiq tumanlari tashkil qilingan edi. Hozirgi kunda esa Toshkent shahrining kengayishi natijasida faqatgina O'rta Chirchiq tumani o'zining tarixiy Chirchiq daryosiga chiqish chegaralarini yo'qotdi. Uning hududlari ketma-ket Toshkent shahrining Yashnobod, Bektemir va Yangi Toshkent tumanlariga berib yuborildi. Bundan tashqari 2017-yilga qadar tuman markazi hisoblanib kelingan mashhur To'ytepa shahri nomi Nurafshonga o'zgartirilib, shu vaqtdan boshlab tuman emas, viloyat markaziga aylantirildi. Chirchiq daryosi bilan chegaradosh bo'lmasa-da, daryodan tortib kelingan Qorasuv va Toshkent kanallari O'rta Chirchiq markazidan oqib o'tsa, janubida o'sha mashhur xalq tilida nomi Toshkent dengizi bo'lgan Tuyabog'oz suv ombori joylashgan. O'rta Chirchiq tumani butun SSRda o'zining serhosil dalalari va mehnatkash aholisi bilan mashhur bo'lgan. Ayniqsa koreys vatandoshlarimiz asos solgan kolxozlar kam sonli millioner kolxozlar nomi bilan tanilgan. Keyingi videolarimizda To'ytepa shahri, Tashmoriy va koreys vatandoshlarimizning misli ko'rilmagan jasoratlari, futbolchi Mixail An haqida ma'lumotlar beraman. Siz esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida shunday videolarni o'tkazib yubormaslik uchun 160 manzil sahifasiga obuna bo'ling. Videoni esa O'rta Chirchiqlik va Nurafshonlik tanishlaringizga yuborib qo'ying.